Mana xudo xolisa nonlarimiz pishdi. Bugun sizlarga uy sharoitida non tayyorlab beraman. Bizga kerak bo'ladi un, sut, sariyog', tuxum, duraja, shakar, tuz. Sut solamiz. Tuz, shakar, durajani solamiz. Tuxum solamiz. Ana endi asosiy mazani beradigan sariyog'imizni solamiz. Bir soatga tindirib qo'yamiz. Mana nonlarimiz tayyor bo'ldi. Pechkaga tiqamiz. Pechkaga nonlarimizni tiqib, 180 gradusda 20 minutda pishadi. Mana xudo xolisa nonlarimiz pishdi. Mana patillarimiz pishdi. Orqa oldilari bir xil qizargan. Bitta qilib ko'ringlar.